Shomurodov desa, o'ynashni bilmasa ham shu bola hamma joyda tiqaveradi. Husanovmi, Fayzullayevmi, Shomurodovmi? Fayzullayev. Shomurodovni nimaga qo'shdingiz? Shu bola o'ynab bilsa bilmasalik bo'yicha qo'shibdilar-da shuni. Ish masalasida jizzakroq ozgina o'zi. Va men bu narsani normal qabul qilaman. Bitta narsani tushunish kerak. Sportchi bormi, qo'shiqchi bormi, xonanda bormi, qiziqchi bormi? Hammamiz ishimiz u yoki bu darajada bosim bilan, davleniya bilan aloqador. Ya'ni publichniy odam, omma oldida chiqish qiladigan odammi, xalq baribir muhokama qiladi. Jurnalistlar tanqid qilishadi, yumoristlar hazil qilishadi. Bu narsa bilan ko'nikish kerak deb o'ylayman. Masalan, Eldor haqida hazil qilishgan-ku. Masalan, Qirg'iziston bilan birinchi o'yindan keyin o'sha hazil juda aktual bo'ldi, misol uchun. Hali vaziyatga to'g'ri kelib qoldi. Mana bugungi o'yinda to'g'ri kelmasligi mumkin. Shu jihatdan bu mashhurlar bizni hech kim tanimaydigan odam haqida hazil qo'yadigan bo'lsa, kim uchun qiziq bo'ladi? Kimdir uchun qiziq ekan Eldor Shomurodov. To'g'riroq, ko'pchilik uchun qiziq ekan. Biz ham o'zimizga o'zimiz dushman emasmiz, sahnaga olib chiqyapmiz. Do'stlar, bugun bo'lib o'tadigan O'zbekiston va Eron o'yinini jonli efirda bizning Telegram kanalimiz orqali ko'rishingiz mumkin. Bu uchun profilga o'ting, ushbu Telegram kanal ссылкасiga bosib, Telegram kanalga obuna bo'lib qo'ying.